Aşık bulup Rabbingning jamaliga jannatga yordam bergin Allah deb şu an. 4. Ribatda turg'uchi o'z ribatida jon uzsa, Alloh taolo uni qiyomat kunidagi cho'ng qo'rqinishdan xotirjam holatda tirildirdi. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Kimki Allah yo'lida ribat turib vafot topsa, hayot vaqtida qilib kelayotgan salih amalning ajri davomlashib turdi. Jannatga rizqi yetib turdi va qabri fitnasidan xotirjam bo'ldi. Shundaqla Allah taolo uni qiyomat kuniga cho'ng qo'rqinishdan xotirjam holatda tirildirdi. 5. Ribatda turg'uchi o'z ribatida jon uzsa, Allah taolo qiyomat kuni uni shahidlik oldida tirildirdi. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Kimki ribatda turib vafot topsa, shahidlik oldida vafot topadi. Qabri fitnasidan qutuldirildi. Uningga atigan oqshomda jannatdan rizq yetkazildi va hayot vaqtidagi qilgan amallarining ajri uningga davomlashib yetib turdi. Ribat maydonida jon uzgan murabitni qiyomat kuni Alloh taolo shahidlik oldida tirildirishning sababi u shahodatni talab qilib, uningga sodiqlik oldida yuzlangan. Lekin uningga dunyoda shahidlik oldida vafot bo'lish taqdir qilinmagan. Shuning uchun Alloh taolo qiyomat kuni uni shahidlik oldida tirildirdi. Bu Alloh taoloning solih bandalarga tutgan yo'ldir. Kimki Alloh taologa yaqinlashtirilgan amal va toatga sodiqlik bilan yuzlansa, hamda u amalni qilishga intayin hirisman va niyati samimiy bo'lsa, ammo ilohiy taqdir uni mazkur amalni qilishdan to'sib qolsa-mu, uning maqsadi yaxshi, niyati xolis va irodasi sodiq bo'lganligi uchun Alloh taolo o'z tarafidan bo'lgan rahmat, shafqat va yaxshilik yuzasidan uningga qiyomat kuni shu amalning ajrini to'liq ato qildi. Shuningdek, kimki uyidan jihad qilish irodasi bilan chiqib yo'lda vafot bo'lsa, u shahidlik oldida vafot qilgan bo'ldi. Kimki haj qilishga ihrom bog'lab, hajni ado qilishdan ilgari vafot bo'lgan, uningga hajning ajri yozildi. Kimki tahajjud namoziga turishni niyat qilib, ammo uyqusi g'olib kelib uxlab qolsa, niyat qilgan tahajjudning ajri uningga yozildi va uyqusi uningga Rabbi tarafidan sadiqa bo'ldi. Kimki rostchilik bilan jamoat namoziga mengib, ammo kishilarni namoz o'qib bo'lgan holatda topsa, Alloh taolo uningga jamoat bilan namoz o'qigan kishining ajrini ato qildi. Ribatda turg'uchi shahidlikka hiris bo'lib, uni talab qilib, shahidlikka erishish uchun o'z jinini fido qilsa-mu, ammo u jang maydonida shahid bo'lmasa, Alloh taoloning uni shahidlik oldida tirildirishda hech shak yo'q. Alloh taolo uningga shahidlarning ajrini ato qildi. 6. Alloh yo'lida ribatda turg'uchiga uning orqasidagi barliq kishilarning yaxshi amallarining ajri o'xshash yozilib turdi. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu mundaq deydi: Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan ribatning ajri haqida so'ralgan edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam musulmonlarni qo'g'dab kechida ribatda turgan kishiga uning keyindagi namoz o'qib, ro'za tutgan odamlarning ajri ham yozildi. Ibrohim al-Yamani mundaq deydi: Men Yamandan kelib Sufyan Savriyning qishig'iga kirdim va uningga: "Ey Abu Abdullah, men jiddiga o'ltiraqlashib shu yerda turishni hamda har oyda umra, har yili haj qilishni va ahlim bilan birga turishni qaror qildim. Seningcha mushunda qilishim yaxshimi yoki Shamga berishimmi?" dedim. U menga: "Ey Yamanlik qarindishim, sen Sham qirg'oqlarini o'zingga lozim tutqin. Baytullohni har yili 200 mingdan ortiq kishi Allohning izni bilan haj tavob qildi. Ularning qilgan haj, umra va qurbonliqlarining ajri sanga o'xshash berildi." Osman ibn Abu Savda mundaq deydi: Biz Abu Hurayra radhiyallohu anhu bilan Falastinning dengiz bo'yiga yaqin Yafa degan yerda ribatda turdik. Abu Hurayra radhiyallohu anhu: Bu yerda bir kecha ribatda turishim men uchun Qadr kechasini Baytul Muqaddasda o'tkazganimdan suyimlikdir, dedi. 7. Allah yo'lida bir kun ribatda turish boshqa o'rinlardagi 1000 kundan yaxshidir.
Osman ibn Affan radiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Allah yo'lida bir kun ribot turish uningdan boshqa o'rinlardagi 1000 kundan afzaldir. Bu hadis chegarani qo'g'dab ribot maydonida bir kun ribot turish bo'lsa, hatto Makka, Madina, Baytul Muqaddas va yoki uningdan boshqa o'rinlarda mumkin turishdan afzal ekanligiga dalildir. Shuning uchun sahobalar va tabiinlar muqaddas ikki haramga yaqin yashashdan voz kechib, Allah yo'lida jihadga chiqib, Sham qirg'oqlariga tushgan va shu yerda vafot bo'lgan. Yoki Allohga shahidlik oldida uchrashganiga qadar ribot turgan. Haris ibn Hisham radiyallohu anhu Abu Jahilning qarinishi bo'lib, Makka fatihsi kuni islomga kirgan edi. U Sham diyorida ribot turish va jihad qilish uchun Makkadan yo'lga chiqdi. Makkaning ustun tarafidagi Badha degan joyga kelganda, u o'zini uzitib chiqqan Makka ahli bilan vidolashish uchun to'xtab mundaq dedi: "Ey xaloyiq, Alloh bilan qasamki, men sizlardan yuz o'rganlikim va sizlarning bu shahringlardan boshqa bir shaharni tanlaganligim uchun chiqmadim. Lekin bu buyruqdir. Alloh taolo islomni bizga din qilib berdi. Kishilar uning bilan musulmon bo'ldi. Ondan ular Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan hijrat va jihad qildi. Shuning bilan ular shu amallari bilan bizdan savob jihati ilgirlab ketdi. Alloh bilan qasamki, agar Makka tog'lari oltin bo'lib, uni Alloh yo'lida sarf qilsaqmi, ularning kunlaridan bir kunning ajriga yetolmaymiz. Alloh bilan qasamki, garchi biz bu dunyoda ajr jihati ular bilan barobar bo'la olmasaqmi, oxiratda bo'lsa-mu, cho'qim ular bilan ajrda sherik bo'lishimiz lozim. Shuning uchun bizning oldimizda jihad, ribot va Alloh taolo tarafiga hijrat qilishdan boshqa yo'l yo'q, dedi. Ondan Haris ibn Hisham radiyallohu anhu Sham tarafga qarab yo'l oldi. Hamda u yerda ribot turib, Yarmuk jangi kuni shahid bo'lgan qadar Alloh yo'lida jihad qildi. Imom Ibn Taymiyya bir kishining ribot zamonida ribot turishi bo'lsa, uning Makka, Madina va Baytul Muqaddasda turishdan afzal ekanligiga ulamolarning ijmosini rivoyat qilgan. Imom Ahmad ibn Hanbal rahimahullohdan: "Siz uchun Makkada turish afzalmi yoki islom chegaralarida ribot turishmi?" deb so'ralgan edi. U: "Men uchun ribot turish afzal" dedi va so'zini davomlashtirib, "Bizning qarshimizda Alloh yo'lidagi g'azot va ribotga barobar keladigan biror solih amal yo'q" dedi. Bir kishi Imom Malik rahimahullohdan: "Mening Madina Munavvarda turishim afzalmi yoki Iskandariyadami?" deb so'ragan edi. Imom Malik rahimahulloh: "Iskandariyaning chegara rayonida turgan" deb javob berdi. Ribotda turg'uchining bir kuni boshqa makondagilarning 1000 kundan afzaldir. Shuningdek, murabitning ribotda turib qilgan bir ibodati uningdan boshqa makondagi 1000 asli ibodatdan afzaldir. Chunki ribot kundagi har qanday amalning ajri ribot kundan boshqa kundagi amalning ajridan 1000 hassa afzaldir. Shuning uchun ribotda turg'uchining namozining savobi boshqalarning namozining savobidan katta hamda uning ro'zasi, zikri, Qur'on tilovati, qilgan sadiqalari va u tarafidan sodir bo'lgan har qanday yaxshi amallarining savobi boshqalarnikidan kattadir. Muaz ibn Jabal radiyallohu anhu mundaq deydi: "Ribotda turg'uchining har qanday bir yaxshiligi obidlarning barliq yaxshiligiga barobar keldi. Alloh taolo Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ummatining yaminini sultonlikqa tanlagandek, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ummatining yaxshisini ribotda turishga tanlagan." Sham diyorida ribotda turg'uchilardan bir kishi 100 dinarni Alloh yo'lida ishlatishga vasiyat qildi va Osman ibn Affan radiyallohu anhudan pulni qayerga sarf qilishini so'radi. Osman radiyallohu anhu uningdan "Qayerda yashaysan?" deb so'ragan edi. U kishi "Shamda" dedi. Osman radiyallohu anhu uni o'zingga, ahlingga, qo'shnilaringga va atrofingdagi hojat egalariga sarf qilgan. Sham ahlidan bir kishining o'z ahliga 1 dirhamlik go'sht yetilishi 700 dirhamning o'rnida bo'ldi, dedi. Sham bo'lsa ribot zimini. Uning afzali dengiz qirg'oqlaridagi chegara rayonlardir. U yerda ribot turish bo'lsa, amallarning eng kattasidir. Muhammad ibn Kayb bo'lsa, Asqalon diyorida ribot turadi. U mundaq degan edi: "Asqalonda yeb ichish va to'y qilish uningdan boshqa diyordagidan afzaldir. Iskandariya, Dimyat, Okka, Sayyida, Beyrut, Trablus, Tartus,
Antakiya, Qazvayn, Andalus qatorliq joylar bo'lsa, chegara e'tibori bilan ribat turish yaxshi ko'riladigan rayonlar hisoblanadi. Ribatning ma'nosi va muddati. Allah yo'lida ribat turg'uchi murabitlar kishilarning eng yaxshisidir. Ribat turish va jihad qilish amallarning eng afzaldir. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilindiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: İnsanlarning ichida eng yaxshi hayot shuki, bir kishi o'z etining chulvirini Allah yo'lida tutib turdi. Qachoniki urush shapsi yoki ansizlikni anglasa, dushmanni o'ltirish yoki Allah yo'lida shahid bo'lishni orzu qilib otchab turdi. Yoki mundaq bir kishi bo'lib, quyi bilan mushi tog' cho'qqilaridan bir cho'qqa yoki jilg'ilardan bir jilg'ida turib, ajli to'shqichi namoz o'qib, zakot berib, o'z Rabbiga ibodat qildi va kishilarga yaxshilik qildi. Ibn Muborak Abdullah ibn Haris radhiyallohu anhu dan mundaq rivoyat qildi: Allah yo'lida etining beshini tutib turgan holatda kesh qilgan, bir burdinan va sovuq suv bilan iftor qilgan kishiga jannat bilan xush muborak bo'lsin. Abu Hurayra radhiyallohu anhu mundaq deydi: Dengiz qirg'og'ida musulmonlarni qo'g'dab bir kecha ribat turish Haram masjidi yoki Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning masjidida Qadr kechasini o'tkazishimdan suyimlikdir. 3 kun ribat turish 1 yilga barobar. To'liq ribat 40 kundir. Ata mundaq deydi: Ribatning to'liqi 40 kundir. Yazid ibn Abu Habib mundaq deydi: Ansarilardan bir kishi Ömer ibn Xattob radhiyallohu anhu ning qishig'iga keldi. Ömer radhiyallohu anhu uningdan qayerda bo'lding deb so'ragan edi. U kishi ribatda dedi. Ömer radhiyallohu anhu ribatda qanchalik turding deb so'rab edi. U kishi 30 kun dedi. Ömer radhiyallohu anhu 40 kunni tamomlamadingmi dedi. Abdullah ibn Ömer radhiyallohu anhu ning o'g'li 30 kun ribat turib qaytib kelgandan keyin dadisi uningga: "Sen cho'qim yana qaytib berib 10 kun ribat turishni iroda qil hamda 40 kunni tamomlagan" dedi. Kimki 3 kun ribati turdikan uningga yetarlik hamda u Alloh taolo tarafidan cheksiz fazilatga erishadi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu mundaq deydi: Qachoniki sen 3 kun ribat tursang, ibodat qiluvchilar qanchalik ibodat qilsa-mu, buning ajriga yetolmaydi. Ummu Darda radhiyallohu anha mundaq deydi: Kimki musulmonlarning dengiz qirg'oqlaridan biror o'rinda 3 kun ribat tursa, u kishiga 1 yil ribat turgandek ajr berildi. Talab qilingan ribatdan maqsad dushmanning hujumi yuz beradigan o'rinda jihad qilish yoki haris tutirish va yoki musulmonlarning sonini ko'paytirishdan iborat maqsadda mustahkam turishdir. Ribat o'rni mayli dengiz qirg'oqi yoki uningdan boshqa o'rin bo'lishidan qat'iy nazar, qanchalik qo'rqinchli o'rinda bo'lsa, uning fazilati shuncha katta, savobi shuncha cheksiz bo'ldi. Imom Malik rahimahulloh Jidda shahrida ribat turishni ojiz amal sanadi. Chunki dushman u yerga faqat birlik qitimli hujum qilgan edi. Imom Malikdan chegara va dengiz qirg'oqlarida ahli bolalari bilan yashag'uvchilar to'g'riliq so'ralgan edi. U javob berib, ular murabit, ya'ni ribatda turg'uchi hisoblanmaydi. Murabit degan o'z diyoridan qo'rqinchli o'ringa ribatni maqsad qilib chiqqan kishilardir, dedi. To'g'risi, islom zamonining har qanday chegarasida yashovchi kishi jihadga qatnashish yoki harisda turishni maqsad qilib yashagan hamda uningga ahli va avlodini ko'chirib olib yashashda mushaqqat bo'lmasa, u kishi ahli bolalari bilan birga yashasimi murabit hisoblanadi va ribatning ajriga erishadi. Chunki salaf solihlar va tabiinlar chegarada o'z ahli avlodi bilan ribatni niyat qilib yashaydi. Ehtimol Imom Malikning so'zi chegara rayonida tug'ilib, shu yerda o'sib cho'ng bo'lgan hamda u yerda turishi ribat maqsadi bilan emas, balki faqatla o'z ahllarining bo'lganligi va tug'ilib o'sgan vatanini yaxshi ko'rganligi uchun bo'lgan kishilar to'g'risida aytilgan bo'lsa kerak. Bir kishi chegara rayonda jihad va ribatni maqsad qilmasdan tursa, murabit hisoblanmaydi va ribatning ajrini ololmaydi. U kishi xuddi o'z boshlig'i turg'izib qo'ygan yoki boshqa biror sabab bilan chegarada turgan kishiga o'xshaydi. Chegara rayonda yashagan u kishilarning niyati
Agar dushman hujum qilib kelganda ularga qarshi jihad qilish bo'lsa, savobga erishadi. Chunki zarra misqolchilik yaxshilik qilgan kishi uning ajrini ko'rdi. İmam Malik rahimahulloh mundaq deydi: O'z ahli bilan ribotga chiqqan kishiga malomat yo'q.